anchadan beri video chiqmabdi. Shu uchun endi video chiqarishni boshlayman. Endi buncha ko'p tanaffusdan keyin qanday video chiqarmaslik mumkin? Endi qolgan butunlay video chiqadi bolalar. Hozir biz bu qismda survival выживание qilishimiz kerak bo'ladi. Выживание maqsad esa bu videodan maqsad xolos nechtadir qism chiqadi. Hozir vaqt bo'lgancha survival qilib turaman. Bu keyin vaqt topilmasa keyingi videoga chiqadi qolgani. Unda hozir выживание ham boshlaymiz. Qanunda daraxt chopishni boshlaylik. Crafting table yasab oldik. Endi bundan bitta kirka yasab olsak. Böyle. Onun tane o'zi yetib ortadi. Qani crafting. Bitta topor, bitta kirka, pechga keyin ham bor. Ketdi. Omad 2001. Temirchilar uyi yo'q ekan. Kerak menga. Pullaringiz tayinladi. Bu qishloq ham o'zi maydagina qishloq ekanda. Davay uni ikkitagina bo'lsa ham ketaveramiz. Ana qorong'i daraxtlar bunaqa joyga bormayman, chunki unaqa daraxtlar menga ham yoqmaydi. Qo'y. Kravat kerak bizga, kravat. Assalomu alaykum. Ketdik. Daraxtga kerak emas bizga. Bizga kerak hozircha. Ana yana bitta qo'y. To'xtanglar hozir. Ana kattaroq o'zi yaxshi-da. O'ldi. Yana bittagina qo'y chiqmaydimi? Minecraft? Ya'ni Craftsman bir bola edi. Hay, bilaman o'sha tomonda qishloq bor, bilaman. Ketdik. Mayli. Yomon issiq havolar. Yana bitta gap, dam olishlar qanday bo'lyapti? Kanikullar, maktab. Kanikul qanday bo'lyapti bola? Ye. Kanikullar yaxshi o'tyaptimi? Yozgi ta'til deganday
yomon o'sib ketdi. Burası. Aha. Nima edi? Qazdim hozir. Ketdik-chi. Mana bu tepaga chiqamiz hozir bola. Uzr. Voy. Wow. Hozir hayotdan shunaqa joy bo'lganda borku. Shundan sakrardim rostdan lekin. Ota-onam qo'yishganda. Vaqtiga qarshi unaqa joy ham yo'q. Ham bo'lganda ham qo'yishmasdi. Qo'yib bo'lsa cho'chqa harom. Cho'chqa harom. Yana o'sha daraxtlar oldiga kelib qoldimki, qop-qora. Kerak bo'lsa ham mayli edi, lekin bular qop-qora. Voy. Bu videodan maqsad kuchayish, kuchayib ketish, biroz kuchayish shunaqa ma'no. Ma'no nimada o'zi bu? Ma'no nimada? Qo'rqmanglar. To'g'ri ordi. Bu videoning ikkinchi qismi shu 5-10 ta laykdan keyin bo'ladi, lekin kami bilan 4 ta bo'lsa keyingi qism chiqadi. Ungacha boshqa videolarim chiqarib turaman, lekin vaqt topilsa. Har doim endi video olaman desa, zaryad o'chib qoladimi? Asabni buzadi. Asab. Asab. Bechora Hacker. Uzr. Endi Hacker yaxshi o'tib beradi. Men uni sog'inyapman. Rasmlargacha chizib qo'ydim. Endi hozir qanaqa bo'lib ketgan hech kim bilmaydi, lekin rasmlargacha chizib qo'yganman. Avval kanalidan. Keyin Hacker YouTubedan ketgandan keyin har xil animalar chiqarib qo'yadi. Mana shu Minecraftdan Jeker deganlar bor. Hozir YouTube'da Jeker, Maker, Shaker, Seker. Seker degani necha narsani aytdi deb o'ylamanglar. Yana YouTube ban berib IQ 1000. Borku IQ 10.000. Menga emas. IQ 2100. Kech tushyapti. Shu tun o'tadi, keyin shu kamerani o'chiraman. Chunki o'zimga keyin shu keyingi qism 5 ta yoki 10 ta like, ko'pi bilan 10 ta bo'lsa bo'laveradi. Ungacha boshqa videolarim chiqib turadi. Menga 2100 nimadir qanaqadir g'oya chiqara olsa, chiqarib turaman. Taxta hozircha uncha kerak emas. Shuning uchun ishlatib tayyorlayapman. Bas bola.
10 minut, 15 minut, 15-chi minutida o'chiraman bolalar. O'zi zo'rg'a vaqt topdim. Shu YouTube'ga video qo'yay, shu vaqt topay qandaydir qilib, shu ishlarni chetga surib video olay deb zo'rg'a vaqt topdim. Rostdan bolalar. Yey. Hech nima ko'rinmayapti, mayda. Kika. Yo'qlar. Og'zingga. Mana, Valla, shunday qilib nima bo'ldi deysizlarmi? Kamera o'chadi. Bu video keyin chiqadi endi. Kamerani o'chiraman men.